ushbu moykaga Suxoy tuman apparatini, ya'ni trenddagi Suxoy tuman apparatini ham o'rnatib berganmiz. Hozir tabloga 20 ming so'm tiqdik. Endi buni ishlatishni ko'rsatamiz. Marhamat, Lacoste tugmasini bosamiz. Ishlashiga tomosha qiling. Mashalloh, buni chiqishiga qarang, bomba-chaka bu. Endi mashinaning salon qismiga soling. Mashina atirga zaharlanmoqda. Pauza tugmasini bosamiz. Endi ushbu Suxoy tuman apparatiga e'tibor bergan bo'lsangiz, 4 ta atiri, bitta balon qoraytirgichi, bitta podkachka shini bor. Bu yerda bizda podkachka shin qurilmasi ham bor. Podkachka shinni ishlatishini ko'rsatamiz. Marhamat. Podkachka shin tugmasini bosdik. Havoda ishlatib ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Endi ushbu qurilmada e'tibor bergan bo'lsangiz, chernitil shin, ya'ni balon qoraytirgich ham bor. Balon qoraytirgichni ishlatishini ko'rsatamiz. Marhamat. Mashinaning balon qismiga e'tibor bersangiz, balon qismi qop-qora bo'ldi. Mashalloh, unisini ham ishlatib ko'rsating, narigisiga ham. Mashinaga Suxoy tuman apparatimizga 20 ming solgan edik. Shundayda ham hali yetarlicha vaqtimiz bor. Ungacha salon qismi atirga zaharlandi, balonning ikki qismi qop-qora bo'ldi. Va bu orqali baloni dami yo'qlar kelib podkachka, ya'ni damlagich orqali damlatib ketishlari ham mumkin. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Sizlarga ham xuddi shunaqa Suxoy tuman, samomoyka, suv filtri apparatlari kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin va shu orqali klientimizning, ya'ni mijozimizning ham fikrlariga e'tibor berasiz.